Salam qarindoshlar. Men bugun bu yakshanba kuni haftaning oxirida sal bekor qilib Shuning bilan ancha-muncha YouTube'da xabarni ko'rgach, u bularni ko'rgach, qarasam, bizning hali muhim jiq odamlarimiz hozir Uyg'urlarning kuni tarixdagi eng yomon kunni qilyapti. Biz Uyg'urlarimiz chuqur bolamizni yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Bolamizni ixtisosli qilib tarbiyalashimiz kerak. Bolamizni a'lo qilib o'qishimiz kerak degan noit, unda qilishimiz kerak, bunda qilishimiz kerak degan noit keraklar noit jiqgan. Demisimi bolamizni haqiqatdan unda ixtisosli qilib tarbiyalashimiz kerak, a'lo qilib tarbiyalashimiz kerak. Hammaning bolasini shunday tarbiyalagisi bor. Biroq buni qandoq qilganda, qandoq konkretli usullar bilan, qandoq amallar bilan bolani a'lo qilib o'qitish kerak. Bolani ixtisosli qilib tarbiyalash kerak. Bu muhim. Uni kerak deganlar rost deganda biz Uyg'urlar hozir jiq narsa kerak. Biroq buni u kerak bilan ish oqmaydi. Cho'qim buni biz qandoq qilib, qandoq konkret usullar bilan, qandoq amallar bilan, qandoq choralar bilan amaliy usullar bilan buni qandoq iloj qilish kerak degan bu masalani jiq odamlar so'zlamabdi. Shuning bilan men buni bir so'zlab qo'yish to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni qanday qilib bolalarni a'lo o'qish kerak deganda buning bir konkret chorasi va buning usuli bor. Ya'ni ba'zi ota-onalar bolasi deganda yaxshi o'qimagandan keyin maktabga kelgandan keyin o'ylab topshiriqni yaxshi ishlamaydigan, zo'limsa topshiriqni ishlamaydigan, ota-onasi kunni beshi qarab turmasa, bolam topshiriqni ishlang deb ishlamaydigan, o'ynab ketadigan, gapni anglamaydigan bolalarmi bor. Buni burun do'stlarning uyiga borganda ko'rgan. Endi buningki bir amali bor. Buni amalni qilgan vaqtda buni chorasi bor. Buni usuli bor. Bu chorasini va usulini qilgan vaqtda bola topshiriqni o'zidan ishlaydigan. Hargizmi bolani o'zidan zo'rlab, beshi qalisiga kirib olib, topshiriq ishlaydigan. Bolani a'lochi o'qitmayman deb zo'rlaydigan ish yo'q. Bola o'zidan a'lochi o'qib, o'zidan topshiriqni demisim o'zidan ishlab qiladi. Hatta men bu usullarni men ko'rchaqda bir og'ayning deb bersam, oxirida shuning bolasi burun topshiriq ishlamay to'la dast yaxshi emas ekanligim, keyin ashuni deb bergandan keyin bu shundan keyin bolasi bu topshiriqni jiq ishlab turib ketib. Topshiriqni bu jiq ishlab ketib, oxirida kuni 7 kun uyiga chiqib turib, kun soat 13gacha birgacha uyiga chiqib turib, oxirida bolasi ichar ketib, bolam bu topshiriqni ishlamay, bu o'rganmadan bolani zo'rlab topshiriq ishlatmagan kunlarmi bo'lgan. Shunga har qanday ishda bir sabab qilish kerak. Bizning Uyg'ur tilida bir maqol tamsili bor-ku. Sabab qilsang suv to'xtaydi deb. Sababni o'zingni bilsang, bir tushuk narsa uning suv to'xtamaydi. Biroq uniga sabab qilib ancha-muncha loy chaplasa, unidan suv to'xtaydi. Shunga o'xshash bir sabab qilish kerak. Shunga buning usulini men hozir bir misol deb beray. Amaliy bo'lgan misolni. Shundan belki o'zinglar tushunsan, usulning qandaqligini, qandaq qilganligini o'zinglar bilsan. Endi buningda shu asosiy maqsad bolalarni qandaq qilib, qaysi amallar bilan, qaysi chora usullar bilan bolani iloj qilib o'qitish kerak. Undan keyin bolalar shuning bilan bolani qandaq qilib gap anglaydigan, o'zini biladigan, topshiriqni o'zini zo'limiz ishlaydigan amalni qilib bo'lgan chorani degili bo'ldi. Endi buni ba'zi ota-onalar balani oldi bilan olam bitib o'tib xizmat chiqib bo'lgan bo'lsa, balani oldi bilan iloj o'qigan bo'lsa, mening gapimni anglamsanlar bo'ldi. Bu nihoyat uzoq hikoya. Bunun vaqtinlarni jiq og'im yo'q. Agar ota-onalar masalan ba'zilarning bolasi deganda gap anglamay, topshiriqni yaxshi ishlamay, imtihonni yaxshi, darsni yaxshi o'rganmay qolgan bolalar bo'lib qolsa, meni anglasanglar, buni ancha-muncha foyda bo'lib qolsa, ajab emas. Mening maqsadim shu millatga, vatanga, xalqimizga ancha-muncha foyda bo'lib qolsa, shu men uchun bir cho'ng ish. Mening qo'limda bosh ishim kelmaydi, shu mashinadan bo'lsin bir bugun yakshanba kuni bekor qilib kelmay, shuni bo'lsin bir ovoz qilib do'stlarga taqt qo'yay degan maqsadda buni qilyapman. Hech bo'lmaganda ozroq bo'lsin foyda bo'lib qolsa, ozroq bo'lsin tushunchaga ega bo'lib qolsa, men uchun bir cho'ng ish. Ama biz bilimiz vatanda hozir 20 milyon, 30 milyon Uyg'urlarning orasidagi eng asl odamlarni, necha ming odamlarning orasida musobaqada
birinci olgan Uyg'urlarimizni necha million odamlardan oldida turadigan ashunda ixtisoslik, aqlliq, esli odamlarimizni yalaqadak lager soldiq deb shundan oxirida shipa ichib, momiyat latxa kiyib, tamoq yeganda bir tarafdan o'sirib, bir tarafdan tamoq yeydigan shu nakusa maktab qizini ko'rmagan qarniyat gulani tarbiyadan hammasini vayron qilib o'tildi. Hamma tugidi. Agarda jang maydoni vayron bo'lsa, mayliga shundoq alaqadak momiyat shifa ichib, latxa kiyib, tamoq yeganda o'sirib cho'ng bo'lgan Guylarning tarbiyadan shunday vayron qilib o'tilganiga bizning ashundaq 20-30 million Uyg'urlarning orasida shunday mashhur xalqimizning ashundaq bir nakusa Guylar tarbiyadan vayron qilayotgan odam ichinidi. Shu endi bizning Uyg'urlarning hozir esli odamlar tugidi vatanda. Biz cho'qim bu boshliqni to'ldirishimiz kerak. Men yana kerak da'vatim. Biroq bu bo'lin boshliq to'ldirish uchun biz bir cho'qim amalni qilishimiz kerak. Ya'ni hozir yosh bolamizni o'zimiz kerak ixtisosga tarbiyalab boş to'ldirimiz, açtaq boşluqni to'ldirmasak, keyincha hammamiz bizga o'xshab boshqa odamlar qilib qolsa, bu jahonda Uyg'urlarning kuni tas. Uyg'urlar mangu taraqqiy qilmaydi. Kunda qadar xurofiyatning ostida o'tib, oxirida işte xalqlarga ko'zni paqirtib, xalqlarga yordam so'rab, qarindoshlaridan yordam so'rab, musulmonlardan yordam so'rab, orada ishni bilan yordam kelmay, bizni setib, shunday kuni qolamiz. Shuning uchun men bir qisqa bir hikoyani deb beray, o'z beshini bo'lgan hikoyani. Bunda bəsə bəlkə balalarımızı ixtisaslı qılıb tərbiyələnən ançımızca payçıb qalsa əcəb emas. Yani mən 2008 yıllığı deyman. Şu Vancouver'da vaxtida bizning bir yaqin ağanımız vardı, davamlı işlib düşkəndə bizning uyga kelib ançımızca paranlaşıb monuşub ketətdi o. Yəni bizning uy Vancouver'ningki Metro Town degan bir Saskatchewan'ın qəşətdi o. Saskatchewan'ın hazır Toronto'da Saskatchewan yo'q, Toronto'da metro deymiz. Metro. Vancouver'da Saskatchewan başı. Şu vaxtlar davamlı bizden kelib qaqşaytdi bu. Mahmudcan, ne bo'ldi desam, men bu mening vatanning xizmatim shunday yaxshi, ishlarim yaxshi, savdam yaxshi. Shu balamni deb balamning kelgusida bu Kanadaga kelsam, bu balam yaxshi o'qimaydi darsda. Ya'da o'qimaydi. Gap anlamaymish daq ketib bordi. Qanday qilsam bo'la? Bu balam deb kelsam, bu balam bunda alach o'qimasa, men mag'lub bo'lmamdim bu yerda. Hamma tashlab kelsam men bu yerga deb Vay bu aldırmam ben dedim ki aldırmam artık balık çoğunluğunda akıllı cağı düşkende anan kendi özlüğü biraz düşkende bilen buldursam ama akılda keyin qarsam bir cuma günü kepti uyumga. Va hocam bu bo'lmadi, bu amal qilsak bo'ladi, men balam bu. Men buni degan amal bor, uni keyin aldırmay turing, cho'ng'gan qilar deganman. Sen keyin bir cuma günü kepti bu uyimizga. Shuni tushib ketdik ya. Shuni tushib keldim ya boshqa yerga keldim. Şundaq bo'lmadi. Men bu balaniki bu bala bu qatti bu yaddas uyanma gap anlamay ketib bordi. Bunda ketibas bo'lmaydi. Bunda ketibasam men vatandan bütün sodamni, xizmatimni, ishlarimni tashlab bir kelganim shu yo'q bo'ldi. Men mag'lub bo'lman. Mag'lub bo'lgan hisob bo'ldi bu. Bu da va nima shub ketdi bu gapni ochiq qilingan bu nima gapsam shu qaraganda shu balasiniki oila yig'iniga borganmiki, yig'in borgan ma'lumlar, ba'zi ma'lumlar maqtab, ba'zi ma'lumlar maqtamay. Meni so'radi, men buni demedim, qaraganda shu uning bek beshi ochib ketdi. Qaraganda balasi beklar ishda pagashaydi maktabda. Shunda unda xavasman dedim, unda xavasa buning amali bor. Abi ansirabni ketmang. Unda xavasa nachida qo'y desam, 8 o'qiydi dedi. O chaqlarda shu 8 ning yoz ta'tiliga oz qolgan vaqt ekan. Unda xavasa ta'tiliga qancha qoldi desam, yoz ta'tiliga qancha bo'lsa bir hafta dedi. Unda xavasa bir haftagacha darhol 9'up ko'cham desam, 9'up ish qilib ko'chamas anishqi malni gibi qarasam, bak tast ko'chamas deb angladi dedi. Unda xavasa yaxshi 9'up ko'chasi bo'ldi. Ano tam bo'lsin, mayli ang tam bo'lsin, shu ko'chalishniki o'lchimidan ko'rsa mayli. Unda xavasa men dedim. Kilar mavsumda biz yoz ta'tildan keyin 9'up ko'chgandan keyin 9'upda o'tmoqchi bo'lgan matematika darsiniki birinchi qismdagi eng birinchi mavsumda o'tgan matematikaning kitobini tepkason darhol topson desam ma'qul deb ketib 2 kundan keyin ketdi o'yna. Chunki har kuni ya arab degan davomli bizni uy keldi emas, ishdan tushiblar bizni metroniki Saskatchewanning bekatini qishib olganki bizni uyimiz ishdan tushib bizni ikki paranlashib ondan keyin tamoqni yeb ondan keyin gap anaga yo'qolib ketdi. Shuning bilan 3 kun ketdi bu bo'lmaydi ekan bu Kanadada bu aldirab birisning kitobni birisiga
ijaraga bermaydi, arayatga bermaydi ekan, olamadim deb. O bo'lmaydi. Agar kitobni olamasa, bo'ldi, hammasi yo'qladi. Bundan boshqa amal yo'q. Pullar bo'lsa-mu, yo bo'lmasa, 9 sinfdagi bolalarniki, tonish bolalarniki qaytarmagan kitobni qaytarishdan burun pullar bo'lsa-mu, yutib ketdi, deb kitobni qaytarmay turib bo'lsa, amal qilib topsin desam, ma'qul deb oxiri kitobni tepibdi. 9 kelgusida shu ta'tildan keyin o'qimoqchi bo'lgan birinchi mavsumning matematikni tepibdi oxiri. Tepib kelgandan keyin shuning bilan men bu bolaga har kuni ishdan tushgandan keyin odat soat 4 ishdan tushaman, men 7 dan bosh ishga boraman. Men shu vaqtdan bir kasbim injenerlik qiladim. 7 ishga borsam 4 ishdan tushaman, shundan u balama ta'tilda bo'lgandan keyin soat 4 gacha o'ynaydi. O'ynab, xo'ram o'ynab bo'lgandan keyin o'ynab puxada chiqqandan keyin onanikining o'zidan keladi. Men shu ishdan tushgan darsdan 4 dan boshlab bolaga har kuni 4 dan 8 gacha 4 soat yoki 3 soat bolaning o'zining ahvoliga qarab, ya 2 soat har kuni shu kelar mavsumda maktabga borgan vaqtda 9 sinf ko'chgan vaqtda 9 sinfdagi matematikadagi yiliq kitobiniki har kuni 4 soat 3 soat ashniki matematikaning birinchi batidan boshlab mashqlarini o'rgatdim. Birinchi bablarini mashqni o'rgatdim. U bolaga men og'ir kelmadi, chunki u kunda soat 4 gacha o'ynaydi bola. Batishdan bolalarimiz deyishib olgan. Qancha o'ynasang o'yna bolam. Nima qilsang qil, biroq soat 4dan keyin shu ajimcha kitob kelmasang bo'lmaydi deganki, ma'quldan bolam 4 gacha top o'ynab, nima o'yinsa o'ynab. O abada puxada chiqqandan keyin anadan keyin ish bo'lganda tushdan keyin soat 4dan keyin ish bo'lganda mancha soat matematik o'rgandi. Shunday qilib har kuni bola 2 soat, 3 soat, 4 soat matematikani o'rganib, oxiri bu bola o matematikaning kitobining yarmini ta'tilda tugatib oldi. Yarmi tugagandan keyin shundan men uni karim bo'lmabdi. Shundan bola maktabga beribdi. Bir oydan keyin dadasi menga bir telefon qilibdi. Aliqda. Bizdan keldi, biroq o'chal gap chiqmagan. Keyin bir oydan keyin bir telefon qilibdi. Men Mahmudjon bo'lmadi. Ya bo'lmay ber. Mahmudjon, voy sizga ko'p rahmat. Vaqtingiz bo'lsa juma kuni kashda yoki bo'lmasa shanba kuni 3dan keyin bizni kelsangiz, men qo'yilib bir go'shtni olsam, men kop qilsam, kop yeyli uyda. Men sizda bo'ldi. Bundan keyin har hafta ya juma kuni kashda yoki bo'lmasa shanba kuni bizni kelamiz, biz kuni kop yeymiz. Har hafta qo'yamizsan, bir qo'yning putini bo'lsa olay, bir kop qilib beramiz sizga. Bu rakab rahmat deb, nima shu ketdi bu rahmat dedik bu kop. Bu kunda kop yedik, nima shu ketdi bu haftada kop yedik, bu nima shu ketdi bu desam gapni bu nima desam, voy siz ko'p rahmat, nima rahmat da. Chaqan desam bu kopni yeymiz, chatoy yo'q, u kop uyg'ur kop emas, kop yes, yo'q uyg'ur yo'q bu jonda. Bu desam bu oxirida qanday qilgandek yalaqi matematikadagi yarim uy bo'lgan bola, bizning qaynimizning bolasi shundan maktabga 9 maktab boshlabdi. Shundan maktabga beribdi. Ma'lumot darsining matematika darsini o'tishni boshlabdi. O boshlagandan keyin sizlar balki maqsadni tushunib bo'ldinglar. Shundan bu bola qarasa, bu uyg'ur bola qarasa, maktabda ma'lum sinfda savol so'rasimi, bu bola tunji bir qo'l ko'tarib javob berayotgan. Topshiriqdan bu bola birinchi javob topshiriqni ishlab, vaqtida ishlab javobni birinchi yozayotgan. Shundan imtihonni bola araq imtihonlarga bularni qilib 2 haftada bir, 3 haftada bir, oyda bir imtihonlar boshlaydi buni. İntanı asıp intanda yüzübatkan bu bulunlar şundan bana bu ayran qalan ki bu malının balı ayran şundan o hamısı vayda bu balanı şundan bu Uygur balanı ki şundan bir ayda keldi Uygur balanı ki betaptik Uygur balanı ki nam çıkan ki şundan o nam çıktı bu nim boptu desanlar tova bu çatak balama naiti ne mesela qıdak erkin dedi diken şundan bu balanı ki qıdak uzan bizler çünkü uyup bolganda bala metaptik derslerinin uyup bolğanlık o taskenmeydi onu. Oğanın ki uyup bolğan balınık bunun ançımıca bəyət düşəmgələrini bu məktəb bolğandan ki malum sözləyən ki texim üçün güttü onu. Çünki şundan bu tapşırıqda müzəvatqan, imtahanda müzəvatqan, sual sorasam aldı bilan qol götürüb cavab verətqan. Da oğanın ki bu balının namı çıxdı, şundan ballandı. O savadlaşırım bilməsə bu baldan sorab, bu balın ağış qılıb, şundan bu namı çıxdı, axırda nima olub desanlar. Tənəbiz vaxtı hoş qarğanda Tanabiz vaqtqa tuş az qolganda chetaldagi chiroyli oqtanli qizlar olamdi yo bolalar olamdi ishtuda paydo ketkurim. Paydo bo'lib uyg'ur bolalar bir qatam birda quchoqlashib ko'rish olganga yoki o'zida qo'llashib ko'rishdiganga qarasa bu bolalar qarasa ishni chiqib qarasa bolalar shundan ishtuda paydo tug'da shu bolalar bir qatam birda chiroyli
qız bolalar bir qatim bir quchoqlashib ko'rishadigan yo boshqa o'g'illar bilan qo'llashib ko'rishib bir ikki og'iz gap qilgan xo'shlab ketadigan manda ahvolda o'zi bergan gap shular dadasi shundan xo'shlab dadasi demamdi bola dada shunaqa bo'ldi men bir tanabbiz vaqtida daftarni jo'g'irtirib ish tugagan bo'lsam ishni ochsam bir necha bolalar bu paydo turibdi men bilan ko'rishadiganga bir ikki men bilan ba'zilari men bilan shu quchoqlashib ko'rishadiganga va ba'zilari men bilan qo'llashib ko'rishadiganga va ba'zi ikki og'iz gap qilgan qo'shal yurdi va voy bu deb dadasi shundan bu dadasi manga tatbiq qilmandi va sizga ko'p rahmat men sizga arab tilini kaboblam yomon qilman deb shundan hozirgi bu yerda gap nima deganda bu bolaninki aniq oldidan ta'liq o'gitib qo'ysa bolaning aniq narsa chunki bir qatim oldin o'rganib olgandan keyin ba'zi savollar tug'ildi ekan u savollardan keyin ma'lum darsda yana bir so'zlagandan keyin oldin o'rganganda cho'qim mana bolam deb kitobdagi barliq mashqlarni ishlaydi hamma boblarni o'zi birdan o'qiydi ko'radi man shuni o'qitgan shu birdan o'qitib mashqni ishlatib ishlamaganda man o'zim ishlatib yurib qilgan shunday qism yana ba'zi bir qadar savollar tug'ildi ekan biroq ma'lum so'zlaganda shunday shundoq yaxshi 100% tushunib ketgan uni tushungan keyin bolalar hayron qolgan nimada uyg'ur bola nimada aqliqdi nimada kaos o'tkirdi deb amaliyotda men bu o'qigan hargizmi aqliq emas shu oldin tayyorlab qo'yganing ishi shuning bilan ashtaq bo'lib shu bola nom chiqibdi shundan dadasi xo'shalib mantatman qilib ashtaq bir shunday ishlab bo'lgan tushundinglar buniki demoqchi bo'lgandi buniki bolaniki andan oldin o'tib qo'ysa bolani o'zi bo'lgan ishonch oshdi ishonch oshgandikilar hamma o'z joyiga tushdi ishonch oshgandikilar o'ziga bo'lgan o'zining ayri bo'lgan ko'z qarashi bo'ladi har qanday masala bo'lgan ko'z qarashi bo'ladi andan keyin gapni anglaydigan bo'ladi nimani to'g'ri nimani xatoni biladigan bo'ladi g'uva ish qilmaydigan bo'ladi kalisi g'uva nazariya yo'qaydi ashta bo'ladi ekan shundan ashta bo'lgan shuning bilan yana bir uning orqasida bir osh qo'yib o'tdi bir osh qo'ygan qarasam bu yana talpon qilib to'y mahmudjon bu bo'lmadi deb bu nima bo'lmadi bu yana nima gap bo'ldi danga chiqqan desam va bu shanba kuni bu kasingiz bu kalpisiga tab bu danga chiqqan tilini chaynamay bu nima bo'lib ketdi bu zada nima endi bu desam bu shundoq bu bola oxirida kitobning yerini o'tgan emasmi o'rgangan ta'tilda o'rganib bo'pti oxirida o'rgangan yer tugabdi tugandan keyin shuning bilan qiziqishmi oldimiz atixi shuning bilan tugandan keyin qarasa bolalarni qarasa bir degan savol so'rash jim turgan bu maktabda jim turgan shundan bu darhol bo'lmabdi buniki bolalar buni bak cho'ng bo'ldi hamiz namchi ketgandan keyin qarasa bu bolalar bu qamlashmagan bu ma'lumlar menga bu ayron qilib bajab dars deb keyin bola chigin ketamo deb uni qaniki shu bu bolama Alloh uni u joyda bizim maqolamiz at o'zidan tushsa nimadan tushmadi deb bir maqolamiz bor kechiringlar men onu degandek shu azam men umrim xitoyda aralashib ketib ketdi men shu burun ol tulovatrim putirib keyin shikirni o'qidim shikirni o'qib ana o'ribchining jotun ko'shan deb ishladim ondan so'ng shu yerda ishladim oxirida u yerda bir ishkida uyg'ur vaqtgan hammasi xitoy butun ömrüm asosan Xitoyda aralashib ketib ketdi shu asosan shu ba'zi uyg'ur tilim yaxshi chiqmaydi og'zim bilan Xitoy ketadi shuning bilan bu maqolani unutib qoldim shuning bilan bu darsni bu tugandagi shu bu bola shundan oxiri bu xijlab ketib shundan kunni soat 12 gacha oldin o'tmoqchi bo'lgan darslarni o'rganib bo'libdi tayyor qilgan bo'libdi u darslarni uchoqda soat 9 ko'chgandagi darslarmi hali jiq o'xshaydi yo bitchagan uni ustiga matematikada a'lochi ekan u boshqa fanlarga yana o'xshash bo'lgandiki bu bo'lmabdi deb bola shundan boshqa yechamiga fanlarning hammasida bu ashta tirishib o'rganib oxirida qarasa bu kunni soat 12 gacha uxlamagan soat 1 gacha uxlamay kunni tashib tayyor qilayotgan o'rganish qilayotgan shundan bu opsi bu boziq icharib ketib bu bolam bo'ldi bu bundoq tashirni bundoq ishlamayman 1 gacha uxlamay buni qilsangiz bu keyin bu siz yoshdaqa bundoq bu kunni soat 1 gacha uxlamay bu o'rganish qilaversangiz uni ustiga bu bola 7 kun uxlaydi ekan 7 kun hatto shanba kunimi yakshanba kunim soat 12 gacha uxlaydi ekan bu bola aniq birala g'o'ri kuchib ketgandan keyin ishonch kuchib ketgandan keyin shuna bola voyda bergandan keyin bu keyin farqlarda keyin qolsa boshqa fanda keyin qolsa tayyorlangan demasin deb bu bola shundoq o'rib ketib oxirida bu bolasini onasiniki baliq icharib ketib bola bo'ldi hech bo'lmagan haftada bir kun bo'lsin orom eling degandan keyin opa men uyamsam bo'lmaydi jihnasi bor uyingan deb shuni uyini o'g'lish qilyapti shundan oxiri opisiniki bolasi icharib ketib dadasiga degan gap yig'lab
Ben bo'lmadi, men dadisi emas, balangsiz boshqaruv. Men bunda ketaversa, bola tig' yosh tursa, bunda kunisa birgich uxlamay ugunch qilaversa, bolaning tini ajrab ketdi deb bu apisi yig'lab dadisiga degandan keyin dadisi Matazma qilmamdi, men balamni, men dedim balamga balam bu hech bo'lmagan atidi biraykimiz armidan sen bu balam bu dada men bu intam az qoldi, men bu uyga chiqsam bo'lmaydi, men dasti kiyim qolaman. U da bal texnik uy chiqib ketdi. Uy chiqib ketganiga dadasi burun balasini tilab tikan gap anglamagan vaqtlarda uy chiqib iloj o'qimagan vaqtlarda tirishmagan vaqtlarda tavsiq qilmagan vaqtlarda hozir men matlatdan xuddi men Mahmudjon men balamni men burun qanda tilgan bo'lg'iti men balam ishim g'arib qoldi men balamni vaqiray desam vaqirayamidi og'zim bormidi siz bir ben sizin gibiniz bak anlaydı bu ben bir qo'yni birini olsam shanba kuni yeklamsiz yasham juma kuni kechki yeklamsiz o'tkazsangiz bir kapi gash balig'i bir gap qilsangiz bola bir hech bo'lmaganda haftada bir kun yasham kuni bo'lsa aramas ekan deb shuni bilan man ko'dolama mana shuni munda amal qilsa munda ishlar bo'lar ekan shuni men ma'qul deb uyga bordim shanba kuni men tushnigiroq bordim shanba kuni mening chiqishtirib bordi qildim shuni tugitib shundan uyga berib aldan kap ishni bilan aldan dadasi ay kapni kapni o'tkazib uni kaplarni uning kapdan men qo'shib qoldi shundan men bani ayrim uyga kirib paranash bun desam shundoq bu hech bo'lmaganda bir kun aramasiz bo'lmamdi desam voy u menga chunki men raskapni qildi chunki men u bola meni ham hurmatlaydi chunki men hali gaplarni qilgan qadaychi uyg'unish jarayonida men quruq yaqmayman dedi men quruq yaqmayman balki ba'zi taqqa tuqishlar qo'yman men shunday ujoq so'zlayman taqqa tuqishlar qo'yman biroq ba'zi muhim ekanda men bakchim quruq yaqdan bas qilaman shuning bilan u bola meni hurmat qildi shundan u bola dedi bu men buni uyga vaqt hech qanday bir g'arg'iliq his qilmayman bir qadim uylanganman buni chunki men buni siz degandek bu yoqdak masalan ma'lum o'tgan darsni deydi bu o'tgan darsni tahrir qildim burum tahrir qilsam ash kallamni qattiq kirmaydi zo'lab yurib beshimni qatirib ash chachimni yog'ida jo'dak bo'ldim qattiq xo'shaqmaydi bu hozir oldini o'tmas atay uguniki yokilar o'tmoqchi bo'lgan darsni bu oldini ugansa mana bir xil excitement tuyuldigan excitement uyg'urcha deymiz excitement degani qiziqarlik demdik qiziqarlik excitementniki uyg'urchada yana bir gap bor excitement qiziqarlikdan boshqa unutib qoldim men nima deydik esim chiqadi excitementni uyg'urcha yana bir deydi qiziqarlikdan boshqa esim chiqadi keyin esim kelganda bir shundoq bu men qiziqarlik tuyuldi bu herkesim harg'itib his qilmayman bu chunki ben oldin uylangandan keyin bu haqlar bilmagandan keyin bu ashta bir tuyuldi ekan menga bu ashta tuyuldi ekan bu degandan keyin men dedim endi hech bo'lmaganda sizda hojatlarni balki harg'itib tuyulmasa mumkin hech bo'lmaganda ota-onangizniki hech bo'lmaganda bir ko'nglini yerib ko'nglini joy tushirish uchun bo'lsinmi ko'nglini yerib boshqa uchun bo'lsinmi hech bo'lmaganda bir haftada yakshanba kuni bir kun aramayman desam ish qilib yana o'zimga tushuntirdi uni buni degandan keyin men oxiri amal yo'q dedim bu sizning tog'ingizni kelgan sizga buyruq cho'qim bir kun aramamsiz bo'lmaydi hech bo'lmaganda haftada yakshanba kuni bir kun bo'lsinmi shanba kuni uyansiz uyning bo'ldi yakshanba kuni bir kun menda tog'ingizga kelgan buyruq bu tog'ingizga tushgan buyruq cho'qim aramasiz bo'lmaydi degandan keyin oxiri ma'qul deb buyruqni tushirgandan keyin oxiri amal yo'q ondan keyin haftada yakshanba kuni bir kun aramaldan bo'lgan mana shunday ishlar bo'lgan endi buni bunday faqatla bu faqat yolg'izlik bu bir ishlar emas bir vatanda men shu bir necha bizning og'inimizning ashta qaqshab bolasi iloj o'qimaydi degan vaqtlarda men ashta ularga dapirib mush usulni dapirib ya'ni oldindan ugungandan dapirib shuning bilan ularni bolalarni iloj o'qib hozir yana biz xizmat chiqib yaxshi turmush hozir ishlar yaxshi ya'ni bu yerda demoqchi bo'lgan nima deganda bu har qanday ishda oldin tayyor qilsa buni nihoyatda unumi yaxshi bo'ladi ekan qaraganda Alloh bu jonni ashta yaratib qo'ygan o'xshaydi bu jonni Alloh faqatla oldidan mag'lubiyatmi g'alabini faqatla shu oldidan tayyorlik qilib qo'yganligi mansub o'xshaydi
keyin qolganlarga bu mayli beshini tam qo'sinmi mayli tirishib boqsinmi bu keyin qolganlarga ish qilib mag'lubiyatlar mansib o'xshaydi g'alaba keyin qolganlarga mansib emas ekan g'alaba faqatla shu oldin tayyorlab qolganlarga mansib ekan masalan bu usul har qanday ish ishlaydi masalan oldin tayyor masalan dars bo'lamdi oldin tayyor qilish masalan dars bo'lamdi yo xizmat bo'lamdi hatto savdo ishlari bo'lamdi hamma ish oqidi ekan masalan xizmatda misol olsak mening kasbim civil engineer men yo'l ko'rik tosh yo'l highway yoki temir yo'l deganlarni laylayman men bu xizmatda oldin tayyor qilman burun maktabda ala chiqqanda ala chiqqan men hargizmi aqlliq emas men kichigimdan boshlab oqamga 5-6 balani sevilib qaqlan urib o'ynab bozaq o'ynatdim men kichigimdan alaj emas keyin qanday bo'lgan bir ishlar bo'liblar shundan shu oldin tayyor qilishni o'rganiblar shundan men alaj ketgan hargizmi aqlliq emas shu oldin tayyorlab qolganlarni shu alaj o'qiganman hargizmi aqlliq degan emas men hargizmi aqlliq emas balki o'zinglar bilasizlar men davomli meni men bilan aralashgan bolalar bilasizlar Turkiya Torontodagi Vancouver'dagi bolalar men işte taqit quşlayga adam ay kallamı nimike şunu qıldıgan kallamı nimike şunu söylegan adam men herkesin aqlli emas biroq shu oldin tayyorlab qo'ygan uchunlar ishlar ba'zi ishlar hali yaxshi yurishib ketpardi xizmatim shu masalan xizmatda masalan mening kasbim anda bo'lgandan keyin men qanday qilaman desanglar template bir nima bor hammalar bilsizlar bu template'ni uyg'urcha nima deymiz template'ni qilibdan bu qilib masalan bu template'ni nima tushunamiz deganda masalan bizning WhatsApp turida oldin qatlarda MP'ga bizning rayondagi shahardagi rayondagi MP'larga yoki bo'lmasa Kanadaning parlamentiga yozgan xatlarni chiqib qoldi masalan chiqib qoldi shu xatlarni yozgan vaqtda bir template tayyorlab olamiz masalan xatni yozgan vaqtda oldin xatni qabul qilmoqchi bo'lgan MP'ning parlamentning ismini uni boshliq qo'yiblar hurmatli parlament aniga ostiga mana eshitib bir necha ta'sir xatlarni yozib anadan o'tirganini yozib aniga ostiga anadan o'zimizni to'ldirgan odamning ismini boshliq qo'yamiz anadan keyin adresini yana boshliq qo'yamiz ashta qilib bir ta'sirga xatni birini yozib chiqamiz xatni tashilgan odamniki va uning adresi ismlari unumlari bilan özümüzdeki astidagi özümüzün isimlerini, adresini ya o bu yerlerini özümüzün to'ldirgan yerlerini boş qo'yib, qolganini bir nihoyat yaxshi ta'sirlik bir xatni yozib chiqamiz. U xatning grammatikasini hammasini yaxshi qilib, tashjiklarini joyida qo'yib, hech qanday nuqsoni yo'q bir yaxshi bir narsa xatni birini yozib chiqamiz. Buni template deb yozib chiqiblar. Andan keyin masalan qaysi parlamentning adamiga yoki qaysi bizning shahardagi rayondagi MPning adamiga avatimiz desak ash template'ga ash xatga yaxshi chiqqan bir ta'sirli chiqqan xatniki shu boshqaga yurgila odamning ismini avatib ismini yozib to'ldirib o'zimizning ismini yo adresini u bilan to'ldiriblar avatasaklar shunday yaxshi bir ta'sirli xatdan bir bitib chiqdi buni template deymiz ashta bir narsa xizmat bo'lsin ma'lumot bo'lsin ashta bir bizning injenerlik yo'llashdimi shunday bir template bor qilib olamiz shuning bilan ahırda mesela idarada mesela bir ajdaq bir idarenin ajdaq bir özünün standartları var, özünün qaydaları var, anadaki projektning işleri var. Hemen bizim bir ben ayrı bir her bir oxşamayan projektga ayrı özün bir template bir yasalayman. Yasayaplar. Tayaq ratlab ayrı bir özünün ayrı bir USB stickning birisiga ayrı qatab qo'yman, ayrı bir ishga kelmaydi uni. Shundan bir projektni olgandan keyin shuning bilan xalqlar proyektni boshlab qo'yguncha men proyektning 30% bitirib bo'lmayman chunki men to'ldirib men tayyorni biz qilib qo'ygan to'ldirib qilsam bo'laveradigan gap shundan oxirida buning foydasi ko'p bo'ladi shundan masalan manda koronavirus u bu virus bu viloyatlar masalan idarada odam bo'shtagan ish bo'lib qolsa oxirida xalqlarni boshliqlarni qarasab siz ishni tez qilgandan keyin tuz yaxshi qilgandan keyin uni ustiga tayyorlab olgandan keyin hamma to'g'ri xatolar hamma o'zimiz to'g'rilab ta'rif qilamiz uni shuni ham tez ham to'g'ri qilgandan keyin boshqalar maydan boshqa yerdan kelgan yamishi yarlik odamdan chiqaradi keyin siz bizni chiqarmaydi shunday gap shuning uchun bu oldin tayyorlab qo'yganda bu yana degan gap bu oldin tayyorlab qo'ygandan keyin ham ishlar yaxshi qarab mangdi ekan
Allah bu canı açdan yaratqan o'xshaydi. Oldin talab qilgandan keyin, masalan, balam oldin balangiz darsni yaxshi o'rgansa, oldin talab qilsa, basni a'loch bo'ladi ekan. A'loch bo'lgandan keyin u balam hurmatlaydigan bo'ladi ekan, molim hurmatlaydigan bo'ladi ekan, hammasi foydalanigan bo'ladi ekan, balam bozaq qilish tugaydi ekan. Uyga kelsa, a'loch bo'lgandan keyin gap olmaydigan bo'ladi ekan. Shu dada opamizmi u balani tilmaydigan bo'ladi ekan. Shular hammasi o'ng qarab maqdi ekan. Biroq agarda buni qilak yaxshi o'qimasa, a'loch o'qimasa, balani a'loch o'qimagandan keyin balam ko'zga ilmaydi ekan. Maktabdagi bolalarni uni bozaq qiladi ekan, ma'lumi ko'zga ilmaydi ekan. Shuna u bolaning o'zining ro'yi tushkilishi ekan. O ro'yi tushkulashgandan keyin uyga kelsa, bu bolalarni qo'shaqmaydigan bo'ladi ekan. Shuni ota-onasi topshiriqsa zo'lab ishkizilgan bo'ladi ekan. U zo'lab qilishning o'rni bo'lmaydi ekan. Shuning bilan oxirida bolam ota-onasi qoplaydi ekan. Tilavergandan oxiri bolasi tilavergan oxiri bolasi dodiq yanadigan bo'ladi ekan. Ish qilib oxirida qolgandan keyin hamma ish shu ta'til qarab maqdi ekan. Bir ishdan bo'lmasa bir ishni ish qilib yomon qarab maqdi ekan. Aniq oldidan tayyorlik qilib olsa, hamma ish bir ish bo'lmasin, bir ish hammasi oldin qarab maqdi ekan. Bu jon ochliq jon o'xshaydi. Agarda masalan bolangiz aslan haqiqatan qat'iy gap anglamay, bundoq ta'tilda topshiriq ishligimi, andoq amal bo'lmay qolsa, o'zingiz bir amal qilib ishligizing. Agarda gapni anglamay, hozir qitim anglamay qolsa-mu, kunlarni birida chuqum anglaydigan bo'ldi. Men burun ashtaq mendan usulni bir o'rgatgan. O'rgatsam u bolaniki topshirig'ini ishlagan, biroq keyin a'lochi metan, ya'ni men a'lochi o'qimoqdi. A'lochi o'qimay, shundan yana ashtaq o'tib ketdi. Biroq keyin bir necha yildan keyin bu bola dahshatlanib ketdi. Ya buning asosan maqsad nima desangiz, bolani mandaq bir oldin o'rgatib qo'ysangiz, bu bola maktab borgandan keyin qarasa amnasini yaxshi bilib atgandan keyin, garchi keyin o'rganish tugandimi, a'lochi o'qiyamizmi, bu bolada bir xil tuyg'u hosil bo'ldi. Ya'ni qandoq tuyg'u deganda, buni a'lochi o'qishning amali borkan-ku degan bir tuyg'u usul bo'ldi. Shundan kelgisa bola ya komsa bir ay qiz bola talab qilsa, ya qiz bola unuga unmaydi. Shundan ya komsa bir bola ya komsa chiqib bunaqa bir ta'sir qilib bir kunlar bo'ldi. Qattiq ta'sir qilgan kunlar bo'ldi. Bolani qattiq bir ta'sir qilgan kunlar bo'ldi. Ya komsa bola bozaq qildi. Ya biroz boshqa bola buni qattiq urutadigan bo'ldi. Ya ishqi bir ishlar turmushda bolani kelgusida. Ya manchilikin, ya manchaydikin cho'qim aşı bu qattiq bu bolaga qattiq bir cho'ng ishdan bir ta'sir qilib o'rganish bo'lmaydigan ish kelganda shundan bola tirishlar o'zini ashtaqlar usullardan bola özüdün ügnamı bak ediyor. Şu an masum ergizm çal qarmang. Bunun mahiyeti, bununki paydası intihar çonqur. Şu asaslık maksat şu. Asaslık maksat şu balani şu aldıdın her qanday ish qilganda balani oldidan tayyor qilishga bir o'rgatish. Bunda qilganda hamma ishlar oldi qarab mangdi ekan. Agar unda bo'lmaganda shu ham ta'til qarab mangdi ekan, ashtaqkan shu. A'lochi o'qigandagi bola ham a'lochi o'qigandagi bola hammasi oldi qarab hamma javob ekan. Nachar o'qigandan keyin gap anglamagandan keyin shu qitiqlashib bola hamma ta'til qarab mangdigan ekan. Ondan keyin masalan balani hatta o'qishda emas, jiqishlarda turmushda bo'lsa oldidan tayyor qilishga o'tish kerak ekan. Masalan, ish bo'lganda balani masalan kashda uxlagan vaqtda az o'tmoqchi bo'lgan darslarning kitoblarini so'mka qamish selib tayyor qilib chista qilib qo'yib uxlasa atgan saatda shu oldirgan vaqtda shu tomoqni yeblar so'mkani ko'tarib ma'lum bo'lgan gap. O chaqda oldin tarix bo'lgandan keyin uni kitobni o'tib qolgan yo daftarni qalam o'tib qolgan olmaydi. Agar buni bunday tarbiyalamaganda keyin masalan bola o'zi qalg'ancha uxlayversa, masalan atgan saat oldirib qo'pqanda shundan oldirib tomoqni yemaydi, oxiridan keyin kitobni so'mka qilib qalam daftarni sep anda aldirashda asabini o'tib qoldi ekan. O'tib qolgandan maktab bo'lgandan yoki o'tib qolgan, yo qalam o'tib qolgan, yo daftar o'tib qolgan, birisi o'tib qolgandan yo'q degan so'z. Shundan bolasi